Uchta grija, yurolmay qolardim, qo'lim ham ishlamay qolardi. Hammasini men yoga mashqlari bilan davolaganman. Stress va salbiy hissiyotlarga birinchi navbatda nafas usullari juda ham yordam beradi. Shu 10 yoshimda ochilmagan babichka mana hozir bu yil 44 ga to'laman. Prям idealni hozir menda babichka. 5 yoshdan 105 yoshgacha. 10 minut bajara oldimmi, bo'ldi, o'sha yaxshi. Assalomu alaykum, men Sabina Polatovaman, yoga trenerman. Hozir yoga terapiyaga muqovaman, yoga terapevt bo'laman. Bu narsa уже majburiyatdan bo'ldi, chunki sog'lig'im borgan sari yomonlashib, уже dorilar ta'sir qilmay qoldi. Surunkali pankreatit, surunkali xoletsistit, 3 ta grija, yurolmay qolardim, qo'lim ham ishlamay qolardi. Surunkali pankreatit, xoletsistit, oshqozon ichi sistema umuman ishlamay qolgan. GERD bilsanglar, kim bu bilan kasallangan rosa qiynalishadi. Bu oshqozondagi ovqat og'zigacha keladi. Odam engashsa, ichidagi ovqat oshqozonga o'tib ketadi. Bu juda ham yomon buzilishlarga olib keladi. Juda ko'p kasalliklar, artrit, artroz, osteoporoz, suyaklarim уже mo'rtlashib, bo'g'imlarim hammasi og'rib, tizzalarim, tirsaklarim ertalab turganda даже tirsagimni to'g'rilash bir qiyin ish bo'lardi. U harakatdan ham уже qiynalardim. Nerv tizimi вообще psix bo'lib ketgandim. Даже xo'jayinimga aytardim, meni davolang, men что-то уже nenormalniy bo'lib qolganman debda. Keyin men o'zi grija uchun boshlaganman, lekin hamma surunkali kasalliklarimni даже operatsiya bo'lish kerak bo'lgan, опущение matki, ularni ham hammasini men yoga mashqlari bilan davolaganman. Boshlaganman grijani deb, shunda sразу birinchi, ikkinchi darsda уже yengillik his qilganman. Shu bilan men davom etaverganman, chunki qarasam kundan kunga yaxshiman, davleniyam oshmayapti, boshim og'rimayapti. Nerv tizimim yaxshi, qanaqadir spokойный bo'lib qolganman. Что даже kattalarim, 4 ta farzandni onasiman. 2 ta kattam aytishadi, nima vaqtliroq boshlamagansiz yogani, chunki kichkinalarimga men ancha sabrliman, hammasini tushuntiraman, biz kelishib olamiz, gaplashamiz. Kattalarim ancha qiynalishgan, конечно. Stress va salbiy hissiyotlarga birinchi navbatda nafas usullari juda ham yordam beradi. Nafas usullari shunchalik kuchliki, что bizni даже urib ketgan, даже panический atakadagi yurak urib ketishi yoki asabiylashgandagi yurak urib ketishini ham sekin bosadi, tinchlantiradi. Juda ko'p nafas usullari bor, prям momentalni nerv tizimiga ta'sir qiladi, tinchlantiradi. Mana salbiy hissiyotlar просто так bo'lmaydi. Men o'zimdan bilganman. Men oldin tinmay buqog'im bor edi. Kстати, уже kichkinalashib ketgan. Gormonlarga topshirganimda gormonlarim o'zgarib ketgan bo'lardi. Odam o'zi bilmaydi, u atidan qilmaydi, rostdan asabiy bo'lib qolasan. Salga churs qilib yonib ketasan, o'zingni bosa olmaysan. Lovullab yonasan, lekin yana tushunasan, nima ne to qildim, nima ne to gapirdim-da. Bunga mashqlar bor. O'zi har bir mashq bitta narsaga foyda emas-da, u bir nechta narsaga foyda. Elementar даже kapalak pozasi, bu женский organlarga, женский gormonlarning joyiga, ну и мужской тоже, ayollar bilan ishlaganimga aytaman. Mужской gormonlarga ham joyiga keltiradi. Bel og'rig'iga, umurtqaga, juda ko'p narsalarga, toz bo'g'imini sog'lomlashtiradi-da. Hozir juda ko'p. Ko'ksa artroz, artrit, artrozlar juda ko'p. Da, вот har bir mashqda даже samotsenkaga ta'sir qiladigan mashqlar bor. Даже bukchayish odamni salbiy fikrlashga даже olib keladi. O'ziga ishonchi yo'qotadi. Bu даже isbotlangan. Даже harakat qilib ko'ringlar, mana sutulitsa qilib, bukchayib ozgina o'tiringlar-da, ichki состояниеlar o'zgaradi. Umurtqani to'g'ri tutib, tekis o'tiringlar, qanaqadir o'zingizga ishonch. Даже chetdagi odamlar sizlarni boshqacha qabul qilib boshlaydi, chunki asanka to'g'ri bo'lsa, bu o'ziga ishongan odam, bu bilan boshqacha gaplashish kerak deb. O'shanga bu
bu даже tana orqali mana shu sog'lom tana tik tutib yuradigan, o'zini qaddini tik tutib yuradigan уже salbiy anaqalar bo'lmaydi, chunki gormonlar joyida, nerv tizimi joyida, salbiy tuyg'ular ham bo'lmaydi. Juda spokойный bo'lib, xotirjam bo'lib qolasiz. Menga nimasi yoqadi, что yoga yosh tanlamaydi, vaqt ham tanlamaydi и joy ham tanlamaydi. Любой joyda yoga qilib ketaversa bo'ladi. Asosiysi och qoringa bo'lsa bo'ldi. Tana moslanuvchanligi bu уже rezultat, bu natija. Bunga shu yoga orqali kelamiz. Moslanuvchanlik bilan kelish shart emas, bemalol, chunki men o'zim oilada eng жесткий, qotgan qiz bo'lganman, chunki даже xoreografiyaga 10 yoshimda berishgan. Men olishmoqchi bo'lishmagan, aytishgan bu жесткий, bu umuman egiluvchan emas, cho'ziluvchan emas. Sinlarim bir kunda shpagatga o'tirib kelardi taekvondoda. Men o'sha yerda shug'ullanib olishgan, ozgina shug'ullanganman. Taki shpagatga ham o'tira olmaganman. Mana kapali babichka ham ochilmagan. O'sha 10 yoshimda ochilmagan babichka mana hozir bu yil 44 ga to'laman. Прям idealni hozir menda babichka. O'shanga bu natija, bunga kelamiz. Muntazamlik muhim. Eng dolzarb masalalar hozir ortiqcha vazn, umurtqadagi qanaqadir masalalar, grijlar, protruziyalar yoki spondilartrit yoki shu butun umurtqadagi qanaqadir problemalar, bo'g'imlardagi problemalar. Yana ko'p uchrayapti hozir gormonlar. Bu gormonlar o'ynab ketadi. Gormon berib ham gormonlarni to'g'ri olishmayapti-da. Bu organizmga baribir tanaga mashq kerak. Shu mashq orqali biz o'sha gormonlarni yo'lga qo'yib yuboramiz. O'zim tushundim, что organizmni qon aylanishini yaxshilab tursa, bo'ldi. Organizm Alloh tomonidan komil yaratilgan. U organizm o'zini o'zi tiklaydi, mustahkamlaydi va sog'lomlashtiradi. Mana shu hamma muammolarni yoga bartaraf eta oladi. Unga sabr kerak, vaqt kerak. Bilasizlarmi, butun dunyoda уже bu narsa praktika qilinyapti. Masalan, Hindistonda mnogoprofilniy больницаlarda ham, onkologический больницада, Rossiyaning onkologический больницаlarida va ko'p chet el больницаlarida yoga terapevt degan как doktor sifatida u shu odamga moslab, men hozir mana onlayn, offlayn yogalarda onlaynlar bilan aloqada bo'lib turaman. Offlayndagilarga ko'rib aytaman, masalan, artriti bormi? Siz mana bunaqa qiling. Mana bunaqa valik olib kelasiz, mana bunaqa qilasiz, moslashtiraman. To'xtang, bu mashq qilmay turing, siz mana bunaqa qilasiz. Yoki siz o'tirib qilmaysiz, siz turib qilasiz. Shunaqa yogani shunaqa yaxshi ko'raman, что har bir mashqi o'zini modifikatsiyalari bor. Bu mashq qila olmadimmi? Mana yengilrog'i bor. Uni ham qila olmadim. Mana ham yana ham yengillashtirsa bo'ladi. Yana ham yengillashtirsa bo'ladi. U xuddi shunaqa foyda beradi. Qanaqa yordam berayotgan bo'lsa, o'sha eng qiyin mashq xuddi shunaqa foydasini beradi, oson variantini qilganda ham. Yoga va yoga terapiya avvalambor sog'lomlashtiradi. Sog'lom tanada sog'lom ruh, sog'lom ong. Men shuni tushundim, o'zimda sezdim, ko'p o'quvchilarimda sezibman. Biz o'zimiz bilan o'zimiz kurashib boramizda. Mana shirinlikni yaxshi ko'radiganlar kurashadi o'zi bilan. O'zini zo'rlaydi yemaslikka. Lekin mana shu yoga mashqlarini qilgan odam bu tabiiy dopamin oladi. Shirinlik bu sun'iy dopamin. Yoga katta dozada dopamin beradi. O'shanga tana bu narsani qidirmaydi o'sha. Qo'l qolishadi, qizil aytishadi, birinchi darsdan keyin bugun kechqurun shirinlik yemadim, tortmadi ham, esimga ham kelmabdi. Chunki men har doim kechqurun bitta shirinlik yemasam bo'lmaydi. Men busiz yashamayman deb o'ylardim deyshadi. Yoki vaqtli tura olishmasdi, yoki uyquni yo'lga qo'ya olishmagan. Umuman kechasi uxlay olmaganman deb. Bu hammasi gormonlarga bog'liq. Shu yoga hamma gormonlarni joyiga qo'ygandan keyin vaqtida uxlaydigan bo'lishadi, vaqtli yotib, vaqtli turgisi keladi.
ertalab qanaqadir tetik bo'ladi. Ayniqsa yoga qilgandan keyin eng xayrli vaqti yogani ertalab qilish. Ertalab och qoringa yoga qilib olsa, nafas usullarini qilib olsa, bo'ldi. Shu bilan kunni bilan aktiv bo'lib, qanaqadir bodri bo'lib, umuman charchoq bilmay, obedda ham uyqusiramay, kechgacha kuchga ega bo'lib yurishadi. Hattoki kursga kelgan qizlarga aytishadi xo'jayinlari. Yogani to'lash kerakmi, qachon to'lab oling? Chunki ko'rishadi, hamma narsaga ulguryapti ayolida, ovqat ham qilyapti, bolalariga ham sabrli bo'lyapti, baqir-chaqir yo'q уже. Xotirjam bo'lgani uchun odam qanaqadir tetik bo'lgani uchun hammasi qanaqadir hayot sifati o'zgarar ekan. Mana shuni o'zimda his qildim. Ayniqsa bolalarim ham his qildi buni. Yogani men o'ylayman 5 yoshdan 105 yoshgacha. Chunki yoga yosh tanlamaydi, bemalol moslashtirib shug'ullanaveriladi. Men o'ylayman, shu hamma uchun foydali. Meni o'zi shunaqa niyatim bor. O'zimni primerimda 10 tadan ortiq surunkali kasalliklarim. Nechta operatsiya bo'lishim kerak edi? Где-то 3 ta operatsiya bo'lishim kerak edi. Hech qanaqa operatsiyasiz, dorilarsiz, mashqlar bilan muntazam shug'ullanib, shuncha kasallikimni tuzatdimmi, demak, kasalliklarimni tuzatdimmi, demak, bu meni missiyam, men yordam berishim kerak odamlarga. Men ayollarni ko'proq o'ylardim, o'zim ayol bo'lganim uchun hozir saqal o'zgardi. Bu meni missiyam, shunaqa niyatim bor. Iloji bo'lsa, maktablarda уже yoga dars berishsa, bog'chalarda fizkultura o'rniga imенно yoga darslari berilsa, hamma shifoxonalarda yoga terapevt o'tirsa, o'sha yerda moslashtirib, har bir kasallikka mos mashqlar berib, sog'lomlashtirsa, bu global shu qanaqadir shunaqangi ommalashib ketsa-da, что men o'ylayman, что yoga sog'lom millatni yaratadi deb hisoblayman. O'shanga bu yerda yosh ahamiyati yo'q. Oldin o'sha ayollarni o'ylardim, erkaklarni o'ylamas ekanman. Hozir o'zim ham hozir onlayn yoga darslarini yaratyapman. O'g'lim yordam beryapti, chunki erkaklarning tuzilishi saqil boshqacharoq, ular jostki. Ayniqsa mana o'g'lim juda sport bilan qiziqadi, uyda o'zi kachаться qiladi, bir xillarda boradi, конечно, но ular qotib ketgan jostki bo'ladi. Baribir erkaklarni menga tushunish qiyin deb, shu o'g'limni ko'rsatib, uni model qilib, unda tushuntiryapman. Xudo xolasa bo'ladi. Men oldin to'g'risi o'ylamasdim erkaklarni. Men qanaqadir ayollarga kerak deb o'ylar ekanman. Navaram deb atayman. Meni yoga navaralarim ko'payib ketyapti, Xudoga shukr. Ular imенно baribir men doktorga borish kerak, doktor yordami kerak, dorilar kerakdir. Lekin beharakat bo'lib, qon aylanmasa organizmga baribir bu taraflama yordam kerak. Juda ham ko'p. Bu уже juda ko'payib ketdi. Oldin bitta, ikkita deb gapirardim, hozir ham juda ham ko'p. Kursimda даже 2 xat bo'lib qolishyapti. Homilador bo'lib, homiladorligini, homiladorlik paytida ham shug'ullanishyapti, что bola yaxshi rivojlanadi o'shanda. O'zi женский organlarda yaxshi qon aylanmaganidan homilador bo'la olmagan ayol точно yana shug'ullanish kerak yoga bilan, chunki biz davom etishimiz kerak shuni. U bolaga qon aylanishini yetkazib berib turish kerak, chunki bola yaxshi rivojlanishi uchun. O'zi yaxshi ishlamagan женский organlarga точно yordam kerak. Вот shunaqa yoga navaralarim ko'payyapti. Juda ham xursand bo'lib ketyapman. Yana juda ko'p yotuvli bo'lib qolgan autoиммунное заболевание, гипотереоз. Да, вот buqoq shunchalikki, что yurak yaxshi ishlamaydi, yotuvli bo'lib qolganlar. Ular meditatsiyalarini qo'yardilar. Qila olgancha yotgan joyda qo'l oyoq qimillab, chunki o'tira olmas ekanlar, o'tirsalar yurak urib ketar ekan. Ular yotgan joylarda ozgina shug'ullandilar, keyin o'tirgan joyda shug'ullandilar, keyin уже yurib ketdilar. Shu bilan ular yoga instruktori bo'lib ketdilar. Samarqandda, Kattaqo'rg'onda dars beryaptilar уже.
Так что bu sog'lomlashtiradigan zo'r instrument. O'zi mustaqil shug'ullanayotganligi maslahatim yogada tanani eshitib qancha qila olsa shuncha qilish kerak. 10 minut bajara oldimi bo'ldi, o'sha yaxshi. Sekin o'zi oshadi. Masalan, darsliklarni ochib olib, yarim soatlik yoki 1 soatlikni birdaniga boshlamanglar. Chunki organizm charchab qolsa, o'zi keyin miya o'yini boshlanadi, qochib ketasizlar, boshqa qaytib kelmaydi. Sekin mana 10 minutgacha yetdimi, bo'ldi. Shu 10 minut ham katta foyda beradi. Men o'zim shunaqa 10 minutdan boshlaganman, chunki undan ortig'ini bajara olmasdim prosta. Maslahatim o'zimizni eshitib, masalan, qanaqadir onlayn yoga trenermi yoki bepul darslarda men lekin aytib o'taman har doim, "Men bunaqa qila olmayapsizlar, bunaqa qilinglar, bunaqa qila olmayapsizlar, bunaqa qilinglar." Lekin o'zim YouTubedan shug'ullanganman, o'tda unaqa yo'q. Saqal o'z zo'riqtirib qo'yish bor-da, o'tda. O'shanga unaqa chuqur bora olmayapsizlarmi? Unaqa chuqur bormanglar. Tanani eshitinglar. Hamma tanani o'zining imkoniyatlari bor, shunga qarab moslashtiringlar. Tanani moslashtirmanglar mashqqa. Mashqni tanaga moslashtiringlar deb maslahat bergan bo'lardim. Men buni tagiga yetganman. Bitta imomga savol berganman. Rossiyadagi olim bu narsani tagiga yetgan odamga u aytgan, yoga mumkin. Yoga mashqlari, nafas usullari sog'lomlashish uchun mumkin. Niyat, asosiysi niyat. O'zi yoga 5000 yil oldin paydo bo'lgan deyishardi. Hozir arxeologlar shunaqa yoga mashqlarini qilayotgan odamchalar topishibdi. U 8000 yilga teng ekan. Shuning uchun yoga bu juda ham qadimiy trenirovka. Har xil boshqa dinlar shu yoga bilan bog'lashayotgan dinlar hammasi yaqinda paydo bo'lgan dinlar. Shunga bu уже logически, matematik hisoblasa bo'ladi. Masalan, 2500 yil oldin paydo bo'lgan dinni ayirsak, уже получается, что necha yil oldin yoga paydo bo'lgan. Shunga, masalan, Hindistonda yogani bu askarlarni tayyorlaydigan trenirovkasi bo'lgan. Bu yoga bilan erkaklar shug'ullanishgan. U yerda ham dinga aloqasi yo'q hisoblangan. U chidamlilikni oshirib berardi, immunitetni oshiradi, u kuchli qiladi, energetichniy qiladi-da, sovuqqon qiladi. Xotirjam bo'lasiz, xotirjamlikda baribir yaxshi решениyalar keladi. Da, o'sha askarlarni shunaqa trenirovkasi bo'lgan. Keyin ayollarga ruxsat degan. Oldin bu qiyin hisoblangan, ayollar shug'ullanilmasin deyilgan. Meni pozitsiyam, tем более men ruxsat olganman imomdan, men skrinshotim ham bor. Uni stranitsasida fatvo bergan. U fatvo berishga haqqi bor ulamolar kengashidagi odam. Yoga mashqlari nafas usullari, meditatsiyalar mumkin. Asosiysi o'sha mantralari, ularni aytilgan qanaqadir ashulalari, qanaqadir ularni gaplarini aytilmasa bo'ldi. Niyat, asosiysi ichki niyat. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ham boshlaganman shu yo'nalishni. O'shaga Kim Kardashian, Lolani tanlagan bo'lardim. Lola yana o'ylayman Shahzoda, Adel, Selena Gomez, Shakira, juda ham yaxshi ko'raman. Конечно, Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Yoga bu sog'lom tana va aktiv hayotga investitsiya.